Assalomu alaykum hurmatli hamkor mijozlar va biz YouTube tarmog'ida kuzatib boradigan hurmatli obunachilarimiz. Biz bugun ishlarimizni boshlab olganmiz. Qisqacha intervyu qilib ko'ramiz bolalar bilan. Bu intervyu deydimi? Kutilmagan vaziyatda kutilmagan intervyu qilamiz. Bu tayinlangan retsellar Quvasoy shaharining o'ziga, Antrazit G306larimiz Andijon viloyati Shahrixon tumaniga. Bu shu o'zida Quvasoyda o'zidan olingan zakazlar ko'p bu yerda. Bitta eshik, bitta rom. Ishxonamizdagilarning ustasi. Kayfiyatingiz yo'q. Boshim og'riyapti. Sabab? Qornim och, non bersang aytaman. Ma'lumot uchun aytib o'taman, soatimiz millari endi 10 dan 40 berib ko'rdik. Bizni trenddagi ustamiz. Ali Abdullajon videosidagi bola shu. Ko'paytirib beradigan. Ko'paytirmayapti, bo'lyapti. Ishxonamiz haqidagi ma'lumot. Xonamiz oching. To'xtab turing, men sizga zo'r savol bilan murojaat qilmoqchiman. Bir kunga, faqat bir kunga ashi ishxonaning 100% bir boshlig'i bo'lib qolganingizda nima qilardingiz yo nimani o'zgartirardingiz? Dam Yaxshi. Bu ham variant lekin. Shu savolni gilamni so'rab beramiz. Sizga savol. Bir kunga, faqat bir kun. Shu ishxonaning 100% xo'jayini bo'lib qolsangiz. Hozir kimman? Yo'q, umuman 100% hamma qarorni o'zingiz qabul qilib, o'sha qaror bo'yicha qolish kerak bo'lsa-da, nima qilardingiz yo nimani o'zgartirardingiz? O'zi kimmanmi? Ya sizga Men ishxonada nimani o'zgartirardingiz yo nima qilgan bo'lardingiz? Shu o'zgartirgan narsangiz yo qilmoqchi bo'lgan narsangiz postoyanno o'sha ishxonada qolishi mumkin. menmi? Boshlovda almashtirib tashardi u. Boshlovda almashtirib tashardi. Bu videoni boshliq ham ko'radigan umiddaman. Men atiq qilmayapman, просто intervyu qilib savol beryapman. Xo'p, bu eshigimiz 1.60 ga balandligi 2.94. Ikki qanatli balkon qanatda Dupmakko svetida bo'lgan. Balkon qanati Alprodan, kesaklari Redpen profilidan bo'lgan. Agar kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, quyidagi raqamlarga bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Qo'ldan kelgancha chiroyli qilib tayyorlab o'rnatib beramiz. Sizga sabr tilayman. Boshliq ko'rgandan keyin ahvolingizni bir ko'rib qo'yamiz. Menga farqi yo'q. Ishda haydab olsa yaxshi bo'ladi. Ishda haydab olsa yaxshi bo'ladi. Hali shunaqa narsa bo'ladi-yu. Imkoniyat yo'q, yo bo'lmasa iloji yo'q narsalarni orzu qilishga harakat qiladi. Bu ham o'sha ishdan haydalib ketishni orzu qiladi, lekin buni iloji yo'q. Imkoniyati ham yo'q. Birinchi shefni birinchi o'rinbosari bo'ladi. Biz faqat marketing bo'limi bilan shug'ullanamiz xolos. Bu tayinlanganlar ham shu Quvasoy shahar o'ziga. Bu ham balkon qanati Alpro, kesaklari ko'rib turganlaringni Redpendan. Materiallarimiz yetarlicha, xudo xohlasa qo'ldan kelgancha chiroyli qilib yasab tayyorlab borib o'rnatib beramiz. Bizdan uzoqlashmang, biz bilan qoling. Biz doimo sizlar bilanmiz. Joningiz sog' bo'lsin, salomat bo'linglar. Bitta like bosib qo'yasizlar degan umiddamiz.